tarixidagi qaysi o'yinni qaytadan ko'rishni xohlaysiz? Futbol tarixida shu o'zimiz o'ynagan 2023-yilgi U20 Osiyo chempionati shu O'zbekiston Iroq finalga o'tishdan ko'rgan bo'lardim. Ronaldo yoki Messi? Endi ajratish qiyin ikkalasini, lekin men ko'proq Ronaldo shu o'yinlari yoqadi. Messiga nisbatan, lekin Messidan yomon bo'lmaydi. Ikkalasi shu ancha yil dunyoni ikkitaga bo'lib qo'ydi. Siz o'ynashni orzu qiladigan jamoa qaysi? O'ynash yoshlikdan faqat shu Real Madridga muxlislik qilganman yoshligimdan. Endi hozirgi vaqtda endi Real Madriddan o'zincha yaxshi o'yin ko'rsatmayapti, hamma ko'rib turibdi. Hozirgi vaqtda ko'proq shu Liverpoolda o'ynash niyatim bor edi, xudo xolasa. Siz uchun futbol tarixidagi eng chiroyli gol? Futbol tarixida 2018-yilgi Juventus Real Madrid o'yinida Ronaldoni Chelsiga urgan gol. Qaysi 3 ta futbolchisiz futbolni tasavvur qila olmaysiz? Endi biz hozir yangi asr avlodi desa ham bo'ladi. Yaqingi asrdan shu Ronaldo, Messi, menimcha Buffon darvozabon. Siz qaysi sharhlovchining sharhidan rohatlanasiz? Sharhlovchi Davron Fayziyev va Xayrulla Hamidov. Xayrulla Hamidovda ko'proq shu adabiy so'zlari, she'rlari, qofiyalari bilan juda qiziqib eshitaman shuni. Davron Fayziyev ham juda kreativ, juda zo'r, ta'rifli o'yinni o'yinchilarga ham alohida e'tiborlar berib, shu ikkala o'yinni juda ko'p eshitaman. Golli pas yoki goldan qutqarib olish? Endi himoyachi bo'lganim uchun endi gol ham urganman, xudoga shukr, gol urib pas ham berganman, lekin men uchun ko'proq shu komandani goldan qutqarish, chunki bizning vazifamiz baribir komanda orqada 0 bo'lishi, har qanaqa o'yinda shu goldan qutqarish komandani. Siz bilan bir jamoada o'ynagan eng yaxshi va eng mashhur futbolchi qaysi? Bu savolga hamma javob bilsa kerak. Yoshlikdan birga katta bo'lgan Abbos Fayzullayev bor. Yoshligimiz birga o'tdi shu o'rtog'imiz bilan. Keyin Abduqodir Husanov. 4 yilcha bo'ldi menimcha, u bilan ham yaqinmiz. Shu ikkalovligi hozirda eng kuchlisi, O'zbekistonda eng mashhuri shu ikkalovligi. Agar futbol qoidalarida nimanidir o'zgartirish kerak bo'lsa, nimani o'zgartirardingiz? Bu qoidalarda hamma narsadan qoniqaman, lekin shu varish deydi, O'zbekistonda ham o'yinlar epizodlarini oxirigacha yetkazib bo'lgandan keyin agar ofsayd bo'lsa ham epizoddan keyin ko'tariladi. Agar mabodo shu barda agar ofsayd bo'lmasdan hakam xato qilgan bo'lsa yoki xato qilmaganligini keyin barda tekshirib olish uchun.